Oldin aytib o'taman, kiyimini so'kib yurmanglar. Geofizika hududida joylashgan Grand Sultan restoranining orqasida 600 dashli domimizda arzon narxdagi 94 kvadratlik kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Oldin aytib o'taman, kiyimini so'kib yurmanglar. Bu uyimiz oyog'i baquvvatlar uchun, chunki lift yo'q, 6-etajda joylashgan. Lekin bunaqa arzon narxga bu territoriyadan umuman bunaqa uy topib olmaysizlar. 94 kvadrat 52 ming deyapti. Yana ozgina savdosi ham bor. Mazami? Eshikdan kirishimiz bilan bizani shunaqa katta hol kutib oladi. Uyimiz 3 xonali, 80% ishlari bitgan, santexnik ishlari qilingan va pastlariga cho'pli pol qo'yilgan. Bu tarafda oshxona qismimiz joylashgan. Bunisi bolalar yotoqxonasi. Har bitta xonamiz yorug', shunaqa katta derazalardan qo'yilgan. Bu uyimiz kattalar yotoqxonasi. Bu uyimizni chotki qilib remont qilsangiz, mazza qilib yashagulik xonadon bo'ladi. Bu o'zi ko'rganingizdek 3-xonamiz. Qayerligini aytmasam ham bildingiz. Bu xonamizda bitta emas, ikkita emas, naq 3 ta oyna qo'yilgan. Mehmonlaringizni mazza qilib, siqilmasdan kutib olsangiz bo'ladi. Murojaat uchun ushbu raqamlarga aloqaga chiqing.